Hamma yoqda bugungi kunda elektr energiya bilan muammo bo'lib turibdi. Birinchidan uni narxi qimmat, ikkinchidan pulini to'lasangiz ham juda ko'p uzilishlar bo'lyapti. Bu nimaning natijasida desangiz, chunki aholi ko'payib boryapti va ko'paygani sari elektr energiyadan foydalanuvchi insonlar ko'payyapti, xonadonlar ko'payyapti. Kunlar isyapti yoki anomal sovuq bo'lyapti va bugungi kundagi elektr energiya zaxirasi yetmayapti. Bundan tashqari elektr energiya uskunalari bu issiq va sovuqda aholi uchun yetarli energiyani ta'minlab bera olmayapti. Va mana shu muddatda lens projektorlari ayni muddao bo'lib sizning hayotingizga kirib kela oladi. Ya'ni to'laqonli xonadoningiz ichidagi yorug'likni lensga o'tkaza olmasangiz ham, siz projektor sifatida hovli, mahallalarni yoki qanaqadir tijorat binolarini, katta obyektlarni yoritishga bundan foydalansangiz bo'ladi. Lens projektorlari 100% quyosh energiyasida ishlaydi. Va eng qizig'i, bularning narxi birinchi qo'l, ya'ni o'zimizdan xarid qilganingizda sizga 300 ming so'mdan boshlanadi. Turiga qarab va ishlash vaqtiga qarab turib narxi ko'tariladi albatta. Agar hozirgi gaplarimdan siz qiziqib qolib, bu projektorlarni qanday xarid qilsam bo'ladi degan fikrga kelgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga sekin aloqaga chiqib, bemalol barcha ma'lumotlarni bilib olsangiz bo'ladi va undan tashqari sizni uyingizgacha yetkazib berishimiz ham mumkin bo'ladi.